Katta bo'lganda kim bo'lmoqchisan? Katta bo'lsam sudya bo'laman. Hokim bo'laman. Bankir, prokuror. Nega o'qituvchi bo'lishni xohlamaysan? Labi onasi? Dadasi uyda go'sht tugab qopti. Buni amallab turinglar, o'zi ana tizimda yana muammo bor, oyligim kechikyapti, oylik tushmayapti. Unda kartoshka bilan non olgach keling. Onasi, sen tushunmayapsan, oyligim yo'q, o'zi magazindan ham qarzim bor. Aka, shu oyligimiz ozgina kechikyapti-da bu safar. Tizimda qanaqadir muammo bo'lib qopti, shunga ozgina. Keyin kredit vaqtida to'lash kerak-da. To'g'ri tushuning aka, shunaqa bo'lib qoldi, ozgina oyligimiz kechroq tushadi-da bizni. Shunga unaqa qilib uzib yuboraman, xudo xolasa, men keyingi oyga uzib yuboraman aka. Domla, yaxshimisiz? Chetroq yursangiz bo'lmaydimi? Alo, assalomu alaykum Jamshid aka. Va alaykum assalom. Qaddasiz? Men qurilishga ishga chiqdim, ozgina bir qism ishlaydi. Tez maktabga yetib keling. 30kadaman u, Jamshid aka. Qanaqa 30ga? Yo'da bolalarda yozgi to'garagi bilan kim shug'ullanadi, menmi? Agar yoqmayotgan bo'lsa, arizani yozib keting. Tushunarlimi? Tushunarli. Bo'ldi, hozir boraman Jamshid aka, xo'p. Sanmi men o'g'limga past baho qo'ygan? Yaxshi o'qimagandan past baho qo'yaman. Voy, yaxshi o'qimadi deb qo'yaverasanmi bahoni? O'y, bahosini to'g'rilaysan. Bahosini to'g'rilaysan. O'zim bosib o'tirib, men kelib yurmayman bunaqa. Bilib ishingni qil. Thank you.